Vodiydan Umraga borish $970 ekan. Toshkentdan $950 ekan. Aka, qaysi kunlarga bilet bor aka hozir? Hozir 1-dekabrdan boshlab yangi dekabr oyi uchun qabullarni boshladik. Qabullar boshlandi dekabr oyi uchun. Dekabr oyidan Namangan, Farg'ona, Andijondan reyslarimiz boshlandi. Plus Toshkentlarimiz bor. Hozir aka bitta savolimda, men onam bilan akam yaqinda Umraga borib kelishdi. Borib kelishgan paytda Toshkentdan tushibdimi, Farg'onadan rosa qiynalishdi. Shuning uchun aka meni obunachilarim asosan Marg'ilon, Farg'ona, shu Vodiy, Qo'qongacha tashqari obunachilarimiz bor. Shu oralig'ida bo'lyapti. Asosan shu Andijon, Namangan, Farg'onaning ichidan $970 ga aka borgandan keyin aytdagi sharoitlarni bitta gapirib bering. Xo'p, $970 ichiga Madinada 400 metrlik gastitsamiz 4 yulduzli hisoblanadi. 2 mahal milliy o'zbek milliy taomlari bilan oziqlantiriladi. Madinada sayohatlarimiz bor. Makkada Qizil dengiz qo'shganmiz, Toyib shahrini qo'shganmiz, ya'ni ikkinchi umra qilish imkoniyatiga ega. Sirazi ikkinchi umra qilishga imkoniyatiga ega. Makkada 4 yulduzli mehmonxona hisoblanadi. 24 soat avtobus xizmatlarimiz bor. 50 boshli xizmatidan tashqari yana yordamchi 50 boshlar qo'yganmiz. Ya'ni bizdan borgan odamlarga qiyinchiliklar bo'lmaydi. Mazaqli ibodatlar qilib kelishadi. Hozir sizga bitta savolim. Men hozir eshitganim, Farg'ona shaharidan har seshanba reyslar bor. Bor. Haftada 4 kun Farg'onadan bor, qolgan kunlari Andijondan, Namangandan reyslar bor. Kun ora Toshkentdan reyslarimiz bor. Toshkentdan. Albatta. Firmaning nomi nima edi? Firmamizning nomi Centrum Holidays tur firmasi, rasmiy litsenziyaga ega. 100% litsenziyaga ega, albatta. Lokatsiyalari Marg'ilon Lokatsiyalari stansiyada biz mana o'zlari ko'rinib turibdi, binosi mana 1, 2, mana shu uchalasi o'ziga qarashli. Uchala binoga kelsa ish bitaveradi. Bitadi, albatta. Ekran telefon nomerlari turibdi. Umraga bormoqchi bo'lib yurgan dekabr oyida menga issiq emas, sal havo qaytgan paytda boraman yurgan insonlar bo'lsa, ota-onangiz olib bormoqchi bo'lsa, men nomdan To'rtabadi nomidan aloqasiz hamma sharoitlarni xabar berishadi. Past Instagram kanallarimga o'tib obuna bo'lasizlar.